Hop, assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda Agri Globi 180 1105 mini traktorimiz va yonida turgan 3 porshinli Agri Globi 254 Tur X4 tur rullar gidravlikali vobshe udari moshinasidan keldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz va layklarni bangillatib bosib olamiz akalar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Yakkabog'dan Sharsabzda yurishda 3,5 km yurganda o'ng qo'lda, Sharsabzdan kelishda 5 kaltak metandan 1 km o'tganda chap qo'lda. Akalar kelarasizlar. Xo'p, akalar, Agri Globimizda 180 1105 mini traktorimiz narxi 30 million so'm. Oldingi partiyamizdan bu. Komplektida frezasi, 2 korpus plugi bo'ladi. Dinamlar 100% ishlaydi. Akkumulyatorlar 45 amperli. O'sha mana rushnoy tormozlari bor. Tormozlari ikkitalik, alohida qilingan panel powishi bor. Bunimizda esa bunimiz alohida tema akalar, alohida tema. Xo'p. Rullar gidravlika. Tur balonimizdan tortadi. Oldida toshi bor, mana tarozi toshi. Komplektida faqat frezasi bo'ladi. Xo'p, yana bir tomoni akalar, frezani o'zida ikkita skorost bor mana. 1 2 ikkita skorosti bor. Keyin bunda hech qanaqa rushnoy gazni ko'tar, dekompressorni bos degan narsa bo'lmaydi akalar. Mana zavod o'zi, mana hech narsani tekkanim yo'q. Mana sovuq kunda bittaga zavod bo'ladi akalar. Xo'p, mana bu orqani tushirib beradi. Xo'p. Yana nima deymiz? Mana ovozlari ham juda past, unaqa baland emas akalar. Motor qizigandan keyin yana ovoz pasayadi. Xo'p. Mana frezani qo'shamiz. Mana birinchi skorusda, bu birinchi skorus mana. Bir. Endi nuqtani bosamiz, mana nuqta. Ikkinchi. Nima deyapti akalar? Akalar nima deyapti bu? Hop, mana qavrotlarimiz absolutni. Qavrotlar bor, orqada ham mana qavrotlarimiz bor. Hop, ana endi. Mana как положено tormoz sistemalari bor. Nima zadni nima stop sistemalari tormoz bosganda ham mana bu yonadi. Nima deyapti bu akalar? Hop. Buni alohida bitta tema deymiz-a. Yurish nima deyapti bu? Rullar gidravlika-yu mana. Mana rullar gidravlika bitta barmoqda boshqarilaveradigan variantida. Akalar nima deyapti? Podpischilarimiz. Xo'p, yana bunda xususiyati bor. Akalar mana bu richagni pastga tushirib qo'yasiz.
Mana zamokni qo'shasiz. Mana zamokni burasangiz ham yonmaydi. Absolutno bu mana neytralni chiqadi. Mana buni ko'targandan keyin mana. Mana. Hoppa. Nima deyapti bu? Akalar, xudo xolasa kelaverasizlar. Biz narxini 82 million so'm qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bular uchastkalarga vobshe udar zo'r kirib boradi. Sotigini 50 mingdan ishlov bergan taqdirda ham 10 sotikda 500 ming so'm pul bor. O'shaning uchun biz uchastkalar uchun vigitni qilganmiz. Katta joylarga ham bo'ladi. Prosta uchastkalarda pul kattaroq. O'shaning uchun uchastkalarga udardan qilib chaqirtirganmiz. Xo'p, akalar, Yusuf Moto do'koniga kelaverasizlar. Mana 90 005 41 aloqaga chiqaverasizlar, akalar. 90 370 080 nomeringiz ham bor, Toshkent shahar uchun. Xo'p, nima deymiz? Bundan tashqari mana kvadrotsikllarimiz ham bor, akalar. Samasvallik, 5 samasvallik, 1115, 1110, 92, 88, aka hamma texnikalarimizdan bor. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like'larni ayamasdan bosaveramiz.